Samarqand temir yo'l bansasiga bordim. U ham operatsiya dedi, davolab bo'lmaydi dedi. Men shunchalik tushkunlikka tushib qoldim-da so'g'in. Keyin o'tirib internetda ko'rdim, bitta haligi artist taniqli artistim o'shanda yegan ekan, aravachada qolgan ekan. So'ng reski aytdim, shu odamlar yeb meni yaxshi bo'ldim deyapti dedim. Men ham shundan buyurdim. Mana 2-oy hop ichyapman mana. 2-oyim bu 10 kun bo'ldi. Avval toza hassada qoldim-da, mana yemirti qog'ozlarimda juda yomon chiqdi oyog'im yaqinda o'sha Samarqandda tekshirganda reyting qildi-da. Boshqa mana paylarni yaxshi sog'lom chiqardi, bu yoqlarni tekshirdi. Faqat mana tizani ko'zida meniki muammo. Hozir 2-oyda men 10 kunini ichdim. Endi mana eshikka, mana teraskalarga chiqyapman, mana hassa uncha ishlamay chiqyapman-da mana. Yurishim pichimmi? Mana toza yurolmay qoldim. Bu kasal bo'lganimga 2,5 yil bo'lyapti-da. 2,5 yildan beri juda avaraman. Bormagan joyim qolmadi, yotmagan bansim qolmadi. Oyog'imdan so'ng o'zim Samarqand travmatologlari ko'p suv olib qo'ydi-da. Birovlar tabiiy suvni oldirgansiz deydi, shundan bo'ldimi deydi. Lekin haligida mana shu qog'oz ham turibdi. Mana shunchada mana yer ochiq, mana yopiq. Kista qo'yganmi? Yo'q, kista yo'q, yemirilish. Suyuqlik, sinimlar suyuqlik qurib ketgan deyapti. Quruqda qolgan tiza. Voy, shunday achiydi, shuni kuyib ketadi. Endi hozir o'sha og'riqlardan qutuldim, Xudoga shukr. Oqshom yaxshi tinch yotyapman. Oqshomga uzatolmasdim oyog'imda yaqindan beri. Ana shu dorini ichmasini oldim. Boyagi ilon zahri, chayon zahri degandan mana 10 ta ishlatdim. 2 kurs oldim bundan ham. Qo'yadi dedi. Ular meni alladim bu bolam. Onajon qo'yadi. Buni kursang bo'g'ong dedi. Shu bilan vaqt o'sha olayotganda buni ko'rdim men nimada internetda. Men nevaramga bunga qichi debman-da, buni shu vaqt olmagan ekanman. Nimaga chiqqan bo'lsa barini olganman. Olmaganimcha bir bo'lamankan, shundan yaxshi bo'lamankan telefon qilib qo'yaman. Olmaganimcha qo'ymaydi-da. Telefon qilavra yaxshi bo'lib ishontiradi odamni. Ishonib oldim, lekin foydasini hech bilmadim bular. Bundan farqini sezdim-da, mana oyoqlarim avval, mana oyog'im ujust oyog'i deydi, mana ishiklar ketdi, Xudoga shukr. Mana oyog'im bunday qanday tushuntira olmayman-da. O'tgan yil qishda ishib ketdi, mana shunday sig'may ketdi. Yo'q, sezganim uchun oldim-da 2-oy deb. Birinchi birdan 3 oylik oling deydi. Men 3 oylik olmay dedim, bolam to'xtab tur, men 1 oylik olayda ichib, uni rezultatini ko'rayin. Agar rezultati bo'lsa, olaman, olishga majburman dedim. So'ng kecha yana 2-oyda bittalab olaman, endi pulim hozir yetmay qoldi dedim. Mayli, bitta ham bo'lsa ong dedi. So'ng yana oldim men. Mana yaqinda yana doktorga borib, tizimdan meni ukol qildirib keldim. O'sha Mixail Ahadovich bitta qilardi. 3 kunga dedi. 3 kunga ham ta'sirini bilmadim men. Quruqda pulim ketib yotdi-da, mana bolalarning rizqini qurtib yotibman avaram chiqib. Bu 2-oyimdan 10 kunini ichdim. Bugun bitta ichsam tugaydi 10 kuni. Hali 20 tasi turibdi, 20 kunliga. Necha kunlarda ta'sirini sezdingiz? Ta'sirini shu bir haftadan keyin sezdim-da. Bir haftalarda og'riq berdi. Chim etib u yoqdan bu yoqdan o'tdi bir sanchib ketaverdi. Bulam bir bala bo'lmayapti deb ikkilanib qoldim. Shunda ham xudo deb ichaverdim. Yo'q, so'ng bir kunlari oqshomlar tinch yotdim. So'ng nevaram ana bugun indamay yotdingiz dedi. Voy bilan yotdi edim-da.